Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün ilim hakkındaki mavzular bilan tanışıp çıkıyordumuz. 113. numaralık bu hadise İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Ali ibn Abdullah hadisi sözlep bergen idi dep şunaqdaydı. Ali ibn Abdullah İmam Bukhari rahmetullahi aleyhniki büyük ustazlardan. Asli ismi bu adamniki Ali ibn Medini. Ali ibn Medine asli ismi. Buna ait meşhur ustaz hadis ilmide. Bu kişinin tercümalı başta öttü. Bu kişi deydi bizge Sufyan hadis sözlep bergen idi dep şunaqdaydı. Sufyan bolsa bu yerda bu İmam Bukhari'ga hamda vasitlik ustazlar hamda. Ali ibn Medine'nin ustazı da. Bu kişi Sufyan ibn Uyeyne bir çıktı meşhur öttü. İslam tarihinde meşhur iki Sufyan var. Biri Sufyan ibn Uyeyne, biri Sufyan Sevri. Bunlar en büyük ulemalar, bir devirdaş bunlar. Hamda bu Sufyan deydi bizge Amr hadis sözlep bergen idi deydi. Ondaqda bu yerdeki Amr kim o desek, Amr ibn Dinar, kunyasi Ebu Muhammed namı bilen meşhur. Bu kişi hem de 126. yılda ölüp ketken en devirdeki mujtehidlardan. Mujtehid imamlardan. Mujtehid degan gap şu İslam bilimlerde berildigan bulap şu faqihlarga berildigan bir xil unvan. Bir xil unvan. Bu kişi deydi hamda bana Vahb ibn Munabbah xabar bergan deydi. Vahb ibn Munabbah o'zi Yemenlik bulap hamda Yemenge aynı devirde Peygamberimiz İslamiyet'teki kemmigen peytlerde Parislar egelligen Yemen'ne. Şu peytte hem de Yarattın, Belak, Khurasan taraftan Kisra evetken şu vaxtdaki Parislarnınki ballırdı. Bu Vahb ibn Munabbah bu 4 okka. Hemmisi bir-birden katta alimler, büyükler. Ve de şu an Vahb ibn Munabbah Amr'ga sözlep turvatı da bu arlıqdaki bu hadisini. Bu kişime 124. yıla ölüp ketkenligi hatırlanıptı. Endi bu adam özünki aksidan rivoyat qiladi. Aksidan. Buni fuksi deguvchilar bo'pti. Bu hamda Vahbniki bu fuksining ismi Hammam. Vahb ibn Munabbah, Hammam ibn Munabbah deymizda. Bular hammasi akufka alim. Ulemalar aynı devirdeki. Hem bu Hammam en ahirde ölüp ketken ve bururaq ölüp ketken. Hem de Hammamның ölüp ketken vaqti 131. yılı. Hem de o kişi rivayet qılıbatıdı. Qarağlar nimaga baxtlik aile bu ha. Bu kişi depti men Ebu Hureyre'nin mundaq deganligini anlagan edim dedi. Undaqda bular tabiinlar çünkü sahabelar da rivayet qılıbatıdı. Ebu Hureyre radhiyallahu anhu şunaq deydi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ınki sahabeleri içinde mendim en köp rivayet qilgan yok. Bo'p qalsa Abdullah ibn Amr ba. Çünkü bu yazatdı, men yazmaydım. Bu Abdullah ibn Amr ibn As bu kişi. Amr ibn As'ınki balısı. Dadısı sahabe, özüm sahabe. Dadısı oşkeş vaqtı tug'ilgan Abdullah ibn Amr. Oğlunu oşkeş vaqtida o'lab qo'ygan. Hamda bu hadisdagi bayonlardan hamda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'nınki zamanida hadisi yezishniki yo'lliq ekanligi chiqib turibdi. Agar yo'lliq bo'lmasa Peygamberimiz albatta Abdullah ibn Amr ibn As'dan bu hadis yezishni cheklaydi. Hamda ayni vaqtlarda hadislarni o'rganish hamda xilma-xil shakllarda bo'lgan. Ko'pincha sahobalar Peygamberimizdan olgan hadisni yodlaydi. Derhal onu amel qiladi. Amel qilgandan keyin bu hadislar texim unutilmaydigan gap. Keyingi davrlarda shu hadisning o'zini shu so'z biti va yoki shu ma'nosi bilan ifodalash orqali so'zlab beradi hamda. Lekin Abu Hurayra bo'lsa davomli izlab so'rab yodlaganda Peygamberimizden ügengen sahabalarni izlab tepip shularning ishiklarining oldida yetib qo'pab etiz yoruqlarga izlab berib keyindan degandekcha osh shakllarda o'rganib chiqqan. Ammo Abdullah ibn Amr ibn As
hem yodlash bilan birga xotir qoldirib olgan ekan. Bu o'xshamaydigan farqli hamda. Ebu Hurayra radhiyallohu anhu'niki deyishcha Abdullah ibn Amr ibn As'niki egallagan bildigan hadisi nihoyatda ko'pkan. Başka sahabeler qarğa vaqtida hatta Ebu Hurayradan ko'pkanda Ebu Hurayraniki 5400 hadis. Hazır qadar hamda Ebu Hurayradan rivoyat qilinayotgan hadis hazır qadar 5300 ha 5300. Ama Abdullah ibn Ömer ibn As'tan qolgan hadis 700. Nemişqa Abdullah ibn Ömer ibn As Ebu Hurayradan jiq hadis bilib turib 700 hadis qilib qoldi. Ebu Hurayradan 5400 hadis qilib qoldi. Degan vaqtimizda azroq bu yerda bir farqli muomala munosabatli bor bularning orasida. Birinchidan hamda Ebu Hurayra radhiyallohu anhu davomli ilm bilan mashg'ul bo'lish avvali bakrak kuchli. İlimni taqtish bo'lsin, o'rgatish bo'lsin, o'rganish bo'lsin, hatto Madinada maxsusmush ilm taqatgan. Yana birisi hamda boshqa islom dunyosiningki boshqa markaziy shaharlardan ayni vaqtida atayin hadis o'rganmoqchi bo'lgan ko'pincha Madinaga keladi. Vaqtida yangi islom taqilgan mezgil bo'lgandan keyin Rasulullohning hayotini, turmushini bildiganlar Madinada ko'proq, Madinada o'ltiraqlashgan. Shuning uchun ulamolar Madinaga bakrak kelib, shu yerda hadis o'rganib ketgachga Abu Hurayraning ilmi nihoyatda ko'p taqilgan. Qaranglar bu tashviqotningki bir sa'niningki muhimlik bu yerda chiqib turadi-da, sa'nining muhimligi. Ammo Abdullah ibn Amr ibn As undaq emas. Bu odam Madinada yashamagan keyingi mezgilda. Bu odam Taifda, Misrda bu ikkisini oralig'ida berib kelib yashab, endi Taifga, Misrga bordiganlar, ilm o'rganish uchun bordiganlar nihoyat oz. Bu paytlarda vaqtda islomda yangi taqilayotgan paytlar bo'lgandan keyin o'sha Misr diyorlarida xristian dunyosi ayni vaqtida anda bo'lgandan keyin bu odamningki ilmi biroz ko'milib qolgan, ya'ni sanijiq hozirlanmagan. Yana birisi bu kishi ibodatga, shaxsiy ibodatga bek nihoyat ko'ngil bilgan, ilm qarg'a vaqtida bekrak. Yana birisi hamda Shomdagi vaqtlarda Abdullah ibn Amr ibn As ahli kitoblarniki kitoblarini ko'p o'qigan, chunki shu vaqtda urush mezgillarida kitob uchrab qolib, shu kitoblarni jiqroq o'qigan. Shuning uchun tabiinlar bu kishini hadis qabul qilishda, elishda bir oz sezgir muomalada bo'lgan debdi. Bu bek jang bosmas kerak bir so'z. Chunki qaysiniki hadis, qaysiniki masalan ahli kitobning so'zi buni cho'qim farqlantira oladi, ayriya oladi Abdullah ibn Amr ibn As. Hatta Ebu Hurayra radhiyallohu anhu'niki o'zidan 800 tabiinning hadis rivoyat qilganligi xotirlangan. Bu imtiyoz Ebu Hurayradan boshqa hech bir sahobiga nisbat bo'lgan emas. Hatto Abdullah ibn Amr ibn As ham. Shunlashqa Ebu Hurayraniki ilmi nihoyatda keng taralgan, Abdullah ibn Amr ibn As'niki ilmi ko'p keng tarayamagan. Bu sharoit va sahnaninki hozirlanmaganlik tufaylidan. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.